Siz xavf ostida yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Uyingiz yoki ishxonangiz tomidagi quyosh fotoelektrik tizimi yetarlicha xavfsizmi? Himoya avtomatlari qo'yilganmi? Yetarlicha malakaga ega bo'lgan mutaxassislar o'rnatganmi? Agar bu savollarga javob yo'q yoki bilmayman bo'lsa, demak ahvol chatoq. Quyosh panellarini o'rnatish bu faqat temirni svarka qilib, uni ustiga quyosh panellari o'rnatishdan iborat emas, yoki inverterga panel kabellarini ulash va tok sotish degani emas. Quyosh fotoelektrik stansiyasini to'g'ri o'rnatish va undan 15-20 yil davomida foydalanish uchun chuqur bilim va ko'nikma talab qiladi. Quyosh fotoelektrik tizimida bir vaqtda o'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok bo'ladi. Ham panellar ochiq osmon ostida turadi. Siz panellarni qayerga o'rnatasiz? Albatta yashayotgan uyingiz tomiga yoki ishxonangiz, korxonangiz tomiga. Agar qisqa tutashish bo'lsa yoki chaqmoq kelsa, yong'in chiqmasligiga kim kafolat beradi? Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev. Bugun siz bilan quyosh fotoelektrik stansiyasining himoya tizimlari haqida gaplashamiz. Qanday himoya elementlari bo'lishi kerak? Ularning vazifasi qanday? Nominalni qanday hisoblash hamda xalqaro standartlar talab qiladigan holatlar haqida chuqur ammo sodda tilda tushunishga harakat qilamiz. Bu mavzu faqat elektriklar yoki o'rnatuvchilar uchun emas. Bu o'z mulki, hayoti va investitsiyasini himoyalovchi bo'lgan har bir inson uchun. Keling, real holatlar haqida bir gaplashib o'tsak. Ayrim bir 100 kilovatlik yoki 200 kilovatlik, 300 kilovatlik kadrda ko'rayotgan fotoelektrik stansiyalaringizni ko'rib chiqqanimizda ularda yoki umuman DC himoya avtomati yo'q, quyosh panellari to'g'ridan-to'g'ri invertorlarga ulangan, Grovat invertori, D invertor yoki Huawei invertorlariga yoki Innote invertorlariga to'g'ridan-to'g'ri ulangan holatlar bor. Yoki ayrimlarda shitni ochadigan bo'lsangiz, DC tomonda quyosh panelda invertorga kelaman deguncha AC himoya avtomatlari qo'yilgan. Ayrimlarda AC tomonda nominalidan bir nechta barobar katta bo'lgan avtomatlar, masalan 100 kilovatlik fotoelektrik stansiyaga 250 amperlik avtomatlar ham qo'yilgan. Xo'sh, bu mumkinmi? Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'rimi? Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, buni qanday izohlash mumkin? Albatta bularni ko'rib chiqish zarur. Eslatib o'taman, bizning hech kimga yoki biror bir kompaniyaga adovatimiz yo'q. Biz o'z fikrlarimiz bilan bo'lishmoqchimiz, xolos. Bularga amal qilish yoki amal qilmaslik har kimning o'zi ixtiyorida. Biz ularning ishini xato yoki 100% to'g'ri deb aytmaymiz. Keling boshlanishiga oddiy invertorning ichki tuzilishini bir ko'rib olamiz. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, mana bu yoq DC tomoni, bu yoq AC tomoni, ya'ni quyosh paneldan kirishda mana ikkita kondensatori bor. Bu ortiqcha kuchlanishdan himoya qilishi uchun. Ichida ham mana o'zini kondensatorlari bor, mana bu yerda kontroller uchun katushka g'altaklari bor va AC tomonda ham mana o'zini kuchlanishdan himoya kondensatori, predохранительlari bor. Agar premium brenddagi Huawei, Sungrow kabi invertorlarni qaraydigan bo'lsak, ularda quyosh paneldan kelishda DC tomonda 3 talik himoya avtomatlari bo'ladi, o'zining ichida himoya zashtalari bo'ladi. AC tomonida ham xuddi shunday 3 qavatli himoyasi bo'ladi. Bu yerda ortiqcha kuchlanishdan, ortiqcha tokdan himoyalari bor. Lekin bu invertorning ichki tizimini himoya qiladi. Tashqi tizimiga qaraydigan bo'lsak, ayniqsa bu oddiy arzoncha invertorlarda tashqi himoya avtomatlari juda ham zarur. Quyosh fotoelektrik tizimi ikki asosiy qismdan iborat bo'ladi. Bu DC kontur va AC kontur. Bu yerda quyosh paneldan invertorgacha kelishda, ikkinchisi invertordan tarmoqqa chiqishda va bular o'zaro alohida bo'ladi. Ya'ni ketma-ketlikni biz quyosh paneli, DC himoyalar, invertor, AC himoyalar va yuklama, ya'ni uyimiz yoki tarmoq deb ajratsak bo'ladi. Har bir konturda alohida xavf bor va shu sababli har birida alohida himoya tizimi bo'lishi shart. Masalan, DC tomonda qisqa tutashuv, chaqmoq zarba yoki noto'g'ri ulanish invertor va butun tizimni ishdan chiqarishi mumkin. AC tomonda esa ortiqcha tok, kuchlanishning ko'tarilishi yoki inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Va shuning uchun ham to'g'ri va to'liq himoya bu faqat talablarga moslik emas, bu sizning investitsiyangiz, xavfsizligingiz va tizimingizning ishlash kafolatidir. Quyosh panellaridan invertorgacha bo'lgan kuchlanish bu DC, ya'ni doimiy tok. Ko'pchilik aynan shu qismda himoya qilishni e'tibordan chetda qoldiradi, lekin aslida bu eng katta xavfli bo'lishi mumkin.
DC konturda biz quyidagi himoya elementlarini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu saqlagich, fuse, perdaxetil deb aytamiz. Bu aynan qisqa tutash bo'lgan paytda, ortiqcha yuklanish bo'lgan paytda birinchi bo'lib ajratib beradigan himoya tizimi hisoblanadi. Bu oddiy ko'ringani bilan, lekin u ancha ko'p vazifani bajaradi. Uning ichida mana tabletkalari bor, perdaxetil tabletkalari. Bu qancha kilovat oshadigan bo'lsa, buni o'ziga moslab nominalni olish kerak. Nominal haqida hali yana gaplashamiz. Va ikkinchi element bu himoya avtomati, ya'ni DC avtomat. AC avtomat emas va bu ham aynan ortiqcha yuklanish bo'lgan paytda, qisqa tashish bo'lgan paytda va texnik xizmat paytida o'chirib yoqish uchun kerak bo'ladi. Uchinchi himoya avtomati bu uzib hisoblanadi. Aynan chaqmoqdan himoya uchun yoki bo'lmasa kuchlanish o'ynashlaridan birdaniga kuchlanish DC tomonda oshib ketishida invertorni, kabellarni, quyosh panellarini himoya qilish uchun ishlatiladi. Har bittasining o'zining o'rni, o'zining nominali bor. Himoya avtomatlari masalan 2 polyusli bo'lishi mumkin, 4 polyusli bo'lishi mumkin. 4 polyusning o'zini alohida konstruksiyasidan kelib chiqib, bunga ikkita gruppa bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa faqat bitta gruppani o'tkazish mumkin bo'ladi. Va bularni nominallariga e'tibor berish kerak. Nominallarni tanlagan paytda masalan perdaxetil bo'ladigan bo'lsa, qarashimiz kerak. Birinchi amperajga qaraladi. Masalan, bu 32 amperlik. Lekin korpus bilan ichidagi tabletkasi farq qilishi mumkin. Shuning uchun asosiy ishlaydigan narsa ichidagi tabletkasi va ikkinchi qaraydigan narsamiz kuchlanish. Buni 500 voltligi, 600 voltligi, 800 voltligi yoki 1000 voltligi bo'lishi mumkin. Bizning bozorimizda asosan 500 yoki 1000 voltligi bor. Bu siz quyosh panellarini ulaganingizda ketma-ketligidan kelib chiqadi. Nominallar bo'yicha keyinroq yana gaplashamiz. Himoya avtomati ham xuddi shunday. DC tomondagi himoya avtomatlarini tanlagan paytimizda yoki mana bunday ko'rinishdagi, bunda ham aynan amperajiga qarashimiz kerak. Masalan, bu yerda hozir S16, ya'ni 16 amperligi turibdi va volti 1000 volt turibdi. 500 voltligi ham bo'lishi mumkin. Bu yerda siz 3 kilovat, 5 kilovatliklar uchun 500 voltlik foydalanish mumkin. Undan katta 10 kilovatliklar yoki panellaringiz soni sizda 12 tadan, 11 tadan yoki 18 ta, 20 tagacha boradigan bo'lsa, 20 ta ko'p, lekin shunday ulanish bo'ladigan bo'lsa, albatta 1000 voltligidan foydalanish kerak bo'ladi. Uzibni tanlaganda asosan kuchlanishiga e'tibor beramiz. Buniki bo'lishi mumkin 500 voltligi, 600, 800, 1000 voltligi, 1100, 1500 voltligi ham bo'lishi mumkin. Asosan bizda bozorda 500 va 1000 voltliklari uchraydi. O'rtadagilari ham bor. Va bunda voltdan tashqari e'tibor berishimiz kerak bo'lgan ishchi tok kuchi bor va maksimal tok bor. Ya'ni o'sha qisqa katta kuchlanish kelgan paytda bu ajratadigan, katta ishlaydigan tok. Bu yerda asosan 10 kiloamperdan 20 kiloampergacha bo'ladi. Ishchida nimada boshlang'ichda va maksimalda bu 20 kiloamperdan 40 kiloampergacha bo'lib tanlanishi kerak bo'ladi. Xo'sh, AC tomonga o'tadigan bo'lsak, AC tomonda nimalarimiz bor? Birinchi bu avtomat. Himoya avtomati invertordan keyin qo'yilishi kerak. Aynan bu qisqa tutash bo'lgan paytda yoki invertorgacha tokni o'chirib, yoqib qo'yish uchun kerak bo'ladi. To'g'ri invertorni o'chirish yoki yoqish mumkin emas. Aynan AC tomondagi himoya avtomati orqali boshqarishingiz kerak bo'ladi. Buning nominalini ham tanlash haqida gaplashamiz. Bu invertordan kelib chiqadi, yuklamadan. Va keyingi element bu kuchlanish relesi, bir faza uchun bir fazaligi, 3 faza uchun 3 fazaligi. Kuchlanish relesi aynan nimadan himoya qiladi? Tarmoqdagi kuchlanish normadan oshib ketsa, deylik 275 volt kuchlanish invertorlar uchun normal kuchlanish hisoblanadigan bo'lsa, o'zi tarmoqdagi kuchlanish bo'lishi kerak bir fazada 230. Aynan kuchlanish normadan oshib ketib invertorga yoki xonadondagi elektron qurilmalarga xavf tug'dirmasligi uchun albatta kuchlanish relesi qo'yiladi va kuchlanish normadan pastga tushib ketsa ham xuddi shunday ajratish uchun qo'shimcha himoya sifatida kerak. Va bu yoqda uzib. Do'stlar, AC tomonda ham uzib bo'ladi. Bu bo'ladi 230 voltlik yoki 400 voltlik, aynan AC da chaqmoqdan yoki bo'lmasa ortiqcha kuchlanishdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Xo'sh do'stlar, sizning fotoelektrik stansiyangizda DC tomonda yoki AC tomonda qaysi himoya avtomatlari bor? Albatta yozib keting va nominallari qanday qo'yilgan? Ularni ham yozsangiz, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini biz kommentariyalarda, izohlarda sizga javob beramiz. Endi esa muhim amaliy qism haqida gaplashsak, ya'ni bularning nominallarini qanday tanlash haqida. Birinchisi bu perdaxetil. Perdaxetilni qachon qo'yilishi kerak o'zi? Agar sizda bitta yoki ikkita guruh bo'ladigan bo'lsa, perdaxetilning keragi yo'q. 2 va undan ortiq
string gruppalar invertorga ulanadigan bo'lsa, bor bo'lsa, u holatda predaktor qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'sha holatda ishlaydi. Sababi bitta liniyada qisqa tutash bo'lgan paytda boshqa liniyalardan teskari oqim kelib, bu quyosh panelga, kabellarga xavf tug'dirishi mumkin va uning nominalini ham aynan xuddi shunga moslab tanlanadi. Ya'ni quyosh panelda biz bilamiz, qisqa tutash toki bor va maksimal tok bor. Ana shu tokqa nisbatan 1.25 dan 1.56 ga ko'paytgan holatda tanlanadi. Ya'ni minimal holatdagisi, maksimal holatdagisi va shu bilan birgalikda quyosh panelini o'zini pasportida bo'ladi maximum fuse rating, ya'ni fuzeni saqlagichni qo'yishning eng katta chegarasi turgan bo'ladi va eng muhim qoida shundan iboratki, ayrim joylarda ko'ryapmiz 40 amperlik, 60 amperlik avtomatlarni ham qo'yishyapti. Bu xato. Bu yerda siz tanlagan perdaxonator yoki avtomatning nominali quyosh panel qisqa tutashish tokidan 2 ko'paytirganimizdan kam bo'lishi kerak. Deylik, quyosh panelda 15 amper qisqa tutashish bor edi, 2 ga ko'paytirdik 30 amper. Demak, siz qo'yadigan perdaxonatorning yoki avtomatning nominali o'shandan kichkina bo'lishi kerak. Qisqa tutash tok 15 amper deylik, nominali 14 amper. Maksimal tok. Unda sizda 14 amper, 14 ni 1.25 ga ko'paytiramiz, 1.56 ga ko'paytiramiz. Demak, sizga 20 lik, maksimum 25 amperlik perdaxonator qo'yishingiz kerak bo'ladi. Avtomatni tanlash ham xuddi shu qonuniyat bo'yicha ketadi. Ya'ni 1.25 ga 1.56 koeffitsient bilan. Minimumi 1.25, maksimumi 1.56 koeffitsient. Endi bu qayerdan keldi deydigan bo'lsangiz, IEC, NEC quyi standartlarida har qaysinisida har xil yozilgan. Bittasida 1.5, bittasida 1.56, bittasida 1.25. Va shundan kelib chiqqan holatda biz oraliq diapazon beryapmiz. Endi uzipni tanlashda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bu kuchlanishga, ya'ni siz 5 ta, 10 ta quyosh paneldan ketma-ket ulagansiz, 9 ta quyosh panel 50 voltdan 450 volt. Demak, sizga 500 voltlik uzib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Siz 18 ta quyosh panel tanlagansiz, 50 voltdan 800 volt bo'ladigan bo'lsa, demak siz 1000 voltlik uzib qo'yishingiz kerak bo'ladi. AC tomonni tanlagan paytimizda esa avtomatni nominalini tanlashda qiynalmayman deydigan bo'lsangiz, invertorning o'zida yonida pasporti bo'ladi. O'sha pasportida yozilgan bo'ladi. Deylik, mana bu 3 kilovatlik invertor bo'ladigan bo'lsa, AC tomonda yozilyapti mana 14 amper. Demak, bunga siz 16 amperlik himoya avtomatlarini qo'ysangiz bo'ladi degani. Ya'ni invertorni o'zini nominaldan kelib chiqib tanlasangiz bo'ladi yoki bo'lmasa ekraningizdagi formula orqali hisob-kitob qilib tanlashingiz mumkin. Kabelni ham, himoya avtomatini ham, ya'ni himoya avtomati albatta o'zingiz bilganingizdek kabel haqi bilan hisob-kitob qilinadi. Kuchlanish relesini tanlash ham xuddi shunday, ya'ni o'sha bir faza bo'lsa bir faza uchun, 3 faza bo'lsa 3 faza uchun mos kuchlanishdagini va unga mos keladigan amperaji bilan tanlashingiz mumkin bo'ladi. Uzipni tanlash oddiy, bir faza uchun 230 talik, 3 faza uchun 400 voltligini yoki 380 voltligini tanlashingiz kerak bo'ladi. Va himoya avtomatlari haqida shu yerda qisqagina aytib ketay. Deylik, mana bu himoya avtomatida plus minus haqida hech narsa yozilmagan. Ayrim bir himoya avtomatlarida, masalan, deylik, mana bu sheetdagi avtomatlarda plus minus yozilgan bo'ladi. Umuman har qanday holatda unda yozilganida 1-3 yozuvi bu kirish, 2-4 yozuvi bu chiqish. Agar sizda tepada plus minus, pastida teskarisiga minus plus yozilgan bo'lsa ham ahamiyati yo'q. Kirishda siz plus minus kiritdingizmi, xuddi shu to'g'risidan chiqarishingiz kerak. Bu chalg'itib o'tirishga arzimaydi. Xo'sh do'stlar, agar siz quyosh panellarini o'rnatishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki nazariy bilimlaringiz, amaliy bilimlaringiz yetmayotgan bo'lsa, bularni aytganimiz bilan birdan tushunmayotgan bo'lsangiz, albatta siz uchun bizda imkoniyat bor. Ya'ni bizda 2 haftalik qisqa muddatli malaka oshirish kursimiz bor va oxirida siz albatta sertifikat olasiz. Hozir ayrim joylarda litsenziya so'ralyapti ekan, litsenziyani olish uchun albatta malaka oshirish sertifikati kerak. Keling, bizga quyidagi nomerlarga bog'laning. Biz siz bilan 2 hafta davomida malakangizni oshirishga harakat qilamiz. Davom etamiz. Demak, quyosh fotoelektrik stansiyalarida DC sheet, AC sheetda nimalar bo'lishi haqida gaplashdik. Endi to'g'ri ulanish sxemasi qanday bo'lishi kerak? Nimadan oldin nima, nimadan keyin nima bo'lishi kerak? Sababi hozirda ijtimoiy tarmoqlarda yoki amaliyotda o'rnatilgan joylarni borib ko'rganimizda har kim har xil, har qanday qilyapti. Buning sababi ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da yoki har yerda har xil yozilgan va biz ham absolyut to'g'rilikka, absolyutlikka intilmagan holatda o'z tajribamizdan va xalqaro normativlardan kelib chiqqan holatda o'z fikrlarimiz bilan bo'lishamiz. Deylik, birinchi sxema. Bu yerda
quyosh panellaridan plus minus kirishda предохранитель fuse bo'lishi kerak. Har qanday holatda birinchi bo'lib предохранитель turishi shart. Nima uchun? Bu tez ishlaydi. Oddiy avtomatga qaraganda 10 barobar ko'p tez ishlaganligini inobatga olgan holatda butun tizimni himoya qilish uchun ishlab beradi. Ayrim holatlarda avtomat birinchi holatda turganini ko'ryapmiz. Bu xato. Birinchi bo'lib fuse предохранитель turishi kerak. Plus minus ketyapmiz. Предохранительdan keyin avtomat turadi. Ya'ni bu holatda avtomat plus minus ulangan, avtomatdan chiqib invertorga, ya'ni quyosh panel, предохранитель, avtomat, invertor va o'sha joyda uzib qayerda qo'yiladi? Uzib tok o'tkazuvchi hisoblanmaydi. U ortiqcha kuchlanish kelsa, uni yerga, ya'ni zazemleniya deymiz, yerlatmaga chiqarib yuborish uchun ishlaydi. Va shuning uchun ham u tarmoqqa parallel ulanishi kerak. Mana bu variantda ko'ryapmiz, avtomat kirishidan olinyapti. Bu to'g'ri variant hisoblanadi va bunga yana bitta variant sifatida olish mumkin. Ya'ni предохранитель chiqishidan ham olish mumkin mana. Предохранитель chiqishidan ham olish mumkin. Baribir ikkala holatda ham parallel qolaveradi va uzib avtomatdan burun turishi kerak. Nima uchun? Agar avtomatdan keyin uzibni qo'yadigan bo'lsak, bu holatda bu xato. Nima uchun? Avtomat ishlamay qolsa, u ajratib tashlagan paytda uzib ham ishlamaydi va bu yoqda bu tomon xavf ostida qolib ketishi yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri tok kuchlanish invertorga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bu holatdan foydalanmang. Avtomat undan parallel uzib olish mumkin. Ikkinchi variantni ko'radigan bo'lsak, bunda ham quyosh panel предохранитель kelyapti. Предохранительdan uzibga olinyapti va uzibning kirishidan avtomatga olinyapti va avtomatdan invertorga ketyapti. Ya'ni tizim o'zgarmayapti. Buni bu tomonga ham chiqarish mumkin edi. предохранительdan keyin uzibdan avtomat va uzib yerga zazemleniyaga ketyapti va bu yerda tok uzibga katta kuchlanish kelsa uzib o'zi ajratib yuborishi mumkin, avtomatga va invertorga xavf tug'ilmaydi. Mana shu variant ham to'g'ri variantlardan hisoblanadi. Boshqa variantlarni men bilmayman. Agar bilsangiz siz yozib keting. Xo'sh, endi buni sheetlarda ko'ramiz. Mana sheet, DC sheet. Xuddi shu sxema holatda yig'ilgan. Ya'ni birinchi quyosh paneldan kirish plus minus alohida va kirishdan keyin предохранительga o'tyapmiz. Предохранительdan keyin avtomatga o'tilyapti. Avtomatdan invertorga chiqib ketilyapti va avtomatning kirishidan uzibga olinyapti va uzibdan bunga va shu bilan to'xtash kerak emas. Bu yerga zazemleniyaga olib ketiradi. Agar uzibni qo'ysangiz, u zazemleniya bo'lmasdan mana shu yerda qoladigan bo'lsa, bu uzib bo'lganidan bo'lmagani yaxshiroq hisoblanadi. Va avtomatda ham va bu yerda yana bitta xato maxsus qilib qo'yilgan, ya'ni nakonechniklar. Bu tomonda yo'q, bu tomonda bor. Nakonechnik albatta bo'lishi kerak. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Endi ichkarida DC kabel bo'lishi kerakmi, oddiy kabel bo'lishi kerakmi? Tavsiya DC kabeldan foydalaning montaj paytida sizga yaxshiroq bo'ladi. Zazemleniyani o'zini kabeli ketaveradi. Va kirish mana sxema. Xuddi shu sxema. Предохранитель, undan keyin avtomatdan uzibga olyapmiz, undan invertorga chiqib ketyapti. Endi AC tomonga qaraydigan bo'lsak, bu yerda invertor, invertordan keyin himoya avtomatidan keyin kuchlanish relesi va undan ketyapti avtomat va hisoblagich. Ya'ni tarmoqdan kelish hisoblasangiz hisoblagich, avtomat, undan keyin relaydan keyin avtomat bilan invertorga ketyapti. Sababi sizda tarmog'ingizda uyda ham foydalanasiz, uyga ham energiya olasiz va uyga energiya olish mana iste'molga. Kuchlanish relesini kirish qismidan tarmoqdan kiramiz va chiqish qismidan avtomat orqali invertorga va chiqish qismidan avtomatlar bu yoqda endi iste'molga qarab avtomatlar qo'yilaveradi, avtomatdan iste'molga ketadi. Vot ketma-ketlik va uzib qayerda bo'ladi? Ikkita joyda qo'yish mumkin. Agar faqat invertorni o'ziga kelayotgan, invertorni o'zida kuchlanish bo'lgan paytda bu tomonni himoya qilaman desangiz, avtomatni kirishidan bu yoqdan olish mumkin uzib. Lekin buni oldin tarmoqni o'rganib olishimiz kerak. ANTT, IT degan puya bo'yicha zazemleniya talablari bor va bu tomonda ham qo'yish mumkin. Umumiy bu tarmoqdan kelayotgan paytda butun uyni himoya qilish uchun bu yerda kuchlanish relesining kirishidan olinadi uzibga. Xo'p, yig'ilgan sheet misolida ko'rsatadigan bo'lsak, bu DC sheetimiz. Mana quyosh paneldan kelish предохранительga kelyapti. Предохранительdan avtomatga o'tyapmiz. Avtomatning kirishidan uzibga olinyapti. Uzibdan zazemleniyaga ketyapti. Agar shu holatda to'xtatiladigan bo'lsa, uzibni bo'lganidan bo'lmagani yaxshi. Bu yerdan zazemleniyaga olib ketish albatta talab va zazemleniya bo'yicha o'zining talablari bor.
avtomatdan chiqib biz invertorga boramiz va e'tibor berib qo'yinglar, nakonechnik bo'lishi kerak. Hozir bu yerda nakonechnik yo'q va bittasida qo'yilgan va qolgan joyida mana bu tomonda bor. Nakonechnik bilan bo'lgani ma'qul. Kabelni o'zingiz sifatlisidan qo'yganingiz maqsadga muvofiq, ya'ni PV1F DC kabellar bo'lishi kerak. Va o'rtada invertor va endi AC tomon. Mana invertorga kirdik, quyosh paneldan va invertordan chiqib ketyapmiz. Bu yerda ham boya men aytib o'tgan sxema bo'yicha mana himoya avtomati va relay va yana bitta himoya avtomati. Ya'ni bu yerda tarmoqdan keladigan bo'lsa, tarmoqdan kelishdan oldik invertorga nimaga kiryapmiz? Relayga, relayni chiqishidan avtomatga va avtomatdan invertorga va avtomatni relayni chiqishidan avtomatlar bilan uyga ketilaveradi. Kichkina shitimiz shu, bu 3 kilovatlik va 5 kilovatlik bitta gruppadan iborat fotoelektrik stansiyalar uchun mos keladi. Aytib o'tganimdek, bu yerda bitta string gruppa bo'ladigan bo'lsa, predaxeter shart emas, oddiy avtomat va uzib bilan qo'yib ketish mumkin va yana bitta variantlari bor. Bu 20 kilovatlik, 50 kilovatlik, 100 kilovatliklar. Bular bo'yicha biz video ham qilganmiz. Kursga kelsangiz, albatta bemalol o'zimiz yig'ib ko'rishimiz mumkin. Yana bitta narsa aytib qo'yay. Bu yerda fuse-ni, ya'ni predaxeterning stop varianti bor. Buni nomini o'sha shotki diodi ham deb aytiladi. Bular alohida M4 konnektorlar bilan biriktirilgan bo'ladi va ularni biz quyosh panellarida 50 kilovat, 100 kilovatlik ko'p bo'ladigan bo'lsa va masofalar uzun bo'ladigan bo'lsa, predaxeter bo'ladi ularning ichida. Ularni o'sha tomonda quyosh panellarining gruppalari tugagan joylarda o'rnatib ketgan maqsadga muvofiq. Va yana bitta narsa, himoya shiti invertorga yaqinroq bo'lishi kerak. Ya'ni predaxeterlarimiz invertorga qancha yaqin bo'lsa, deylik masofasi 15 metr asofasida olinadi. 10-15 metr deb, bu yaqinroq invertor yoniga shitni yarim metr o'ngga yoki chapga qo'yishingiz mumkin. O'sha paytda invertorga kelayotgan xavfni birinchi bo'lib ushlab qoladi. Masofani uzoqlashtirmaslikka so'rab qo'ygan bo'lardim. Quyosh fotoelektrik stansiyalarini o'rnatish bu albatta xalqaro va mahalliy standartlarga asoslangan bo'lishi kerak. Ekranlaringizda quyosh fotoelektrik stansiyalarining himoya tizimlariga doir bir qator standartlar keltirilgan. Siz shular bilan tanishgan holatda ko'rib chiqishingiz mumkin va bundan tashqari bir nechta o'quv qo'llanmalar bor. Bular albatta inglizcha, rus tilida va o'zbek tilida ham nasib bo'lsa tayyorlayapmiz. O'shalarni o'qib tanishib olishingiz mumkin. Endi qachon shart himoya tizimlari, qachon shart emas? Himoya tizimlari qachon shart? Qachonki sizda guruhlar soni 2 va undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni invertor kelayotgan quyosh panellari guruhlari, bu holatda himoya avtomatlarini qo'yish kerak bo'ladi. Va u tarmoqqa ulangan, tarmoqqa to'q sotish bilan shug'ullanadigan fotoelektrik tizim bo'lsa, bu albatta zarur. Va siz quyosh panellari o'rnatgan binoning tomiga qo'yadigan bo'lsangiz, u holatda ostida odamlar yashaydigan yoki ishlaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, unda albatta DC tomondagi va AC tomondagi himoya avtomatlari bularning orasiga uzolar ham kiradi, ya'ni odamni himoya qilish uchun bularni qo'yishingiz shart bo'ladi. Qachon shart emas? Masalan, off-grid tizimlar, ya'ni markaziy tarmoqdan uzilgan tizimlarda himoya avtomatlarini ma'lum bir darajalarda qo'ymaslik mumkin. Va bitta guruh bo'ladigan bo'lsa, 7 ta, 9 ta paneldan iborat 3 kilovat, 5 kilovatlik bitta guruh bo'ladigan bo'lsa va unda panellar invertorga yaqinroq turadigan bo'lsa, bu yerda ham himoya avtomatlari shart emas va 1 kilovatlik, 2 kilovatlik fotoelektrik tizimlar uchun ham murakkab himoya avtomatlarini qo'yib o'tirish shart emas. Endi hozirgacha ko'pchilik mutaxassislar o'rtasida bahs-munozaraga sabab bo'layotgan savol haqida gaplashsak. Ya'ni hozirda zamonaviy invertorlarning ichki himoya tizimi yetarli darajada mukammal. Tashqi DC himoya tizimi hali ham shartmi degan savol. Agar invertor ishlab chiqaruvchilarga qaraydigan bo'lsak, hech bittasi DC himoya avtomat kerak emas deb aytadi. Ya'ni invertorning ichki boya biz ko'rsatganimizdek DC tomonida ham, AC tomonida ham yetarlicha himoya avtomatlari bor va unga quyosh paneli invertorga kelishga ortiqcha himoya avtomat kerak emas deb hisoblashadi va bu yerda qancha quyosh panelidan invertorga kelishda qancha ko'p uzilishlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni avtomatlar bo'lsa, energiya yo'qotilishiga yuz beradi deb ular shart emas deb hisoblashadi. Men o'z fikrimni bo'lishaman. Invertorning ichki himoyasi bu yaxshi, lekin u invertorning ichida ishlaydi. Ya'ni u faqat o'zini saqlaydi. Ammo tashqi SPD, saqlagich va brekerlar bu tizimni ham, kabellarni ham, panellarni ham himoya qiladi. Agar chaqmoq zarbasi panellarga tegsa, invertorning ichki himoyasi bunga javobgar emas. Shuning uchun tashqi himoya vositalari invertorga kelguncha bo'lgan barcha zanjirni himoya qiladi. Huawei va Sungrow kabi invertorlarda DC va AC tomonida albatta aytganimizdek 3 qavat himoya tizimi bor, lekin bular ichki himoya uchun. Invertor elektron komponentalarini, garmonikadagi o'ynashlarni himoya qiladi. Tashqi himoya avtomatlari, kabellar va
panellarni himoya qiladi. Agar 1-2 string guruh bo'lsa, DC predominatel kerak emas. Baribir ishlamaydi. 3 va undan ko'p bo'lsa, qo'yish kerak bo'ladi. Tashqi ulanishlar ko'p bo'lsa, yo'qotishlar bo'lishi mumkin, lekin bu sezilarli darajada bo'lmaydi. Tanlov har kimning o'zida. Invertordagi himoya yetadi, yo'qotilish bo'ladi desangiz va invertor yaxshi bo'lsa, qo'ymasligingiz mumkin. Bu tanlov sizda. Qo'shimcha tashqi himoya kerak xavfsizlik uchun desangiz, qo'yganingiz yaxshi. Arzon oddiy invertorlarga albatta kerak meni fikrimcha. Lekin avtomat va predominatorlarni nominallarni to'g'ri tanlash, sifatlisini olish va to'g'ri mustahkam qotirish kerak bo'ladi. Endi himoya avtomatlarining sifati va brendlari bu alohida mavzu. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldiring, bu bo'yicha alohida gaplashamiz. 500 kilovat, 600 kilovat yoki bir nechta megavatlik fotovoltaik stansiyalarni qurish uchun ko'pchilik tadbirkor akalarimiz birinchi qo'l bo'lgan va arzon narxlarda yetkazib beruvchi sifatli mahsulotlarni sotadigan mahalliy kompaniyani izlashadi. Hozirda biz Get Green Energy Trade kompaniyasining omborxonasidamiz va bu yerda sizga eng sifatli Jinko va Longji panellarini taqdim etishadi. Bundan tashqari har xil quvvatdagi premium Sungrow invertorlari yoki bo'lmasa Safar invertorlari va boshqa turdagi invertorlarni ham topishingiz mumkin. Eng muhim jihati bu yerda siz quyosh fotovoltaik stansiyasi uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlar, quyosh panellari, invertorlar, metall konstruksiyalar, akkumulyatorlar, kabellar hammasini bitta joyda optim narxida olishingiz mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, quyosh fotovoltaik tizimining eng zaif joyi bu faqat panellar emas, himoya tizimlari yo'qligi yoki noto'g'ri tanlangan himoya elementlari. Har bir saqlagich, avtomat, uzib yoki relay o'z vazifasi bor va bularsiz tizim to'liq emas. Invertor ichki himoyaga ega bo'lishi yaxshi, ammo tashqi DC va AC himoya tizimlari butun tizimni, kabellarni va inson xavfsizligini ta'minlaydi. Arzon invertorlar uchun bu himoya vositalari majburiy hisoblanadi. Sifatli invertorlar uchun ham tashqi himoya xavfsizlikni kuchaytirib beradi. Eng asosiysi to'g'ri nominal, sifatli uskuna va mustahkam montaj. Tanlov har kimning o'zida. Invertordagi himoya yetadi, yo'qotilish bo'ladi desangiz va invertorni ortiqcha xarajat qilmayman desangiz, qo'ymasligingiz mumkin. Qo'ysangiz o'zingizga qo'shimcha foydaga ishlab beradi. Men mutaxassis sifatida quyidagilarni tavsiya qilib o'tishim mumkin. Masalan, FES tizimini loyihalashtirayotganda DC va AC konturlar uchun alohida himoya sxemalarini ishlab chiqish kerak. Har bir komponent, panel, invertor, kabel parametrlari asosida hisoblab tanlanishi lozim. Fuse va SPD'lar iqtisodiy jihatdan tejaladigan narsa emas. Ular yo'q bo'lsa, butun tizimda muammo yuzaga kelishi mumkin. Har yili kamida bir marta texnik audit va test o'tkazing. Bu sizga xotirjamlikni beradi. Esingizda bo'lsin. Quyoshdan foyda olish bu faqat elektr ishlab chiqarish emas, balki xavfsiz va uzoq muddat ishlaydigan tizim barpo etishdir. Bugungi videoda FES himoya tizimlari, kerakli materiallar, ularning nominallarini hisoblash, qachon shart emas, sxemalar qanday bo'lishi kerakligi haqida gaplashdik. Eslatib o'taman, bizning hech kimga yoki biror bir kompaniyaga adovatimiz yo'q. Biz o'z fikrlarimiz bilan bo'lishmoqchimiz, xolos. Ularga amal qilish yoki amal qilmaslik har kimning o'z ixtiyorida. Video foydali bo'ldi deb hisoblasangiz, like bosing, obuna bo'ling, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va boshqalar bilan, mutaxassislar bilan bo'lishing. Men Zoir Kenjayev, xavfsiz va samarali energiya sizning qo'lingizda. Sog', salomat bo'ling. Unutmang, vaqt bebaho. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang.